Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmetli qarindoshlar, Din va hayot nomli programmamizga diqqat e'tiboringlarni berganlarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamizning bugungi bo'limida omonat haqida to'xtalamiz. Omonat haqiqatan cho'ng, buning omonatning hukmi cho'ng bo'lib islom dinida. Omonatningki zoya bo'lishi bu qiyomatning alomatlaridan derak beradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, omonat zoya bo'lsa qiyomatni kutgan degan. Hamda atrofimizni qaraydigan bo'lsak, shaxs, jamiyat va hokimiyatlargachilik bu omonatni yo'qotganligini ko'ryapmiz. Buning tafsilotlarini bugungi programmamizning aziz mehmoni ustoz Siroj Najimdan anglayli. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen bu amanat desek, amanatның arkasından xıyanet keledi. İkisi birbirine yandaş. Amanat aslı Arapçada işence, bağlaş, işencelik buluş. Yani emin dese bu işencelik Adem diyen oldu. Şu asasta bu amanetki xıyanet kılış meselesi ve amanetler buluş meseleleri İslam'dan ait asaslık orununa gelirken Kur'an-ı Kerim'den ait köp ayetlerde kevşilgen bir mühim mesele. Mesela Sure Ahzab'da Allah SWT biz bu amanetini asman zeminge tanıdık, kubul kılmadı. Ondan bu insan kubul kıldı diyen mezmunda mahsus ayet düşürgen. Yani insan bu amanetini kubul kılgan. Yani amanet dese bu Allah tarafından kelgen amanet, bendilinin amaneti, nurgun meselede bu amanet doğruluk sözüş mümkün. Hem en mühim amanet insanga Allah'tan verilgen amanetdir. Allah bize hakikaten Müslüman deb Allah'ın ki dinine kabul kılgınlığımız, Allah'ın birlik varlığını kabul kılgınlığımız, Peygamber İslam'dan peygamberliğini kabul kılgınlığımız, biz İslam dinine müşerref boğan ikenimiz elbette şu Allah'tan bizge verilgen şu din amanetini saklaş en mühim mesele bu birinci ürün turudu. Yani amanetinin ikinci bölümü aynı vakitte insanla oturdaki amanet. Yani bu insanla oturdaki amanetini desek, elbette pul mal amaneti, sır amaneti, şuna oxşagan nəhayət köplügen mesele şu amanetin eşik kiridi. Yani Allah SWT Kur'an-ı Kerim'de nurgun köp ayetlerde bu amanetinin mühimliği ve bu amanetke xıyanet kılışınınki yamanlığı ve amanetini saklaş nəhayət bek mühim bir işte doğruluğu da köplügen ayetler kelgen. Şu asasta bu amanet hakikaten mühim neyse, her kandak bir mümin, Müslüman elbette bu amanetler buluş lazım, amanetke vefadar buluş lazım, amanetine ki xıyanet kılması lazım. Eğer onun aksi bir vaxtıda bu iman mı yok gidiyor, İslam mı yok gidiyor. Bu Müslüman da buluştukta işte. Hatta Müslüman bulmayan insanlarda mı bu amanetine ne kadar mühimliği tavsiye kılınılan bir mühim iş. Şu sebepte amanet doğruluk köp sözlüş mümkün. İnşallah. Allah Teala'nın ki Sure Nisa'nın ki 58. ayette Allah Teala İnna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha ve iza hakamtum beynen nas an tahkumu bil adli inna Allah na'im ya'izukum bih inna Allah kana semi'an basira. Yani Allah Azze ve Celle sizlere amanetini öz ehlige tapşırışınlarını buyuruydu. Halk oturusida hüküm kılsanımı adli bilen hüküm kılışanlığı duruydu. Dep kelip bunu ayetin ki tefsiride İmam Kurtubi bu ayet asasen iki çok işini öz içine alıyordu. Biri amanetini öz ehlige tapşırış. Bu öz amanet bir ayda am degen iken de meyli yukarıda deyilgende gedek evvel bu amanetin başında bendilerninki, üstündeki Allah'ınki amaneti keledi. İbadet, namaz, zekat, rızık okşaş. Bu amanetlerini öz ehli tapşırış. Anadın ki kişilerin bizge koygan amaneti, anadın ki üzümüzün nefsiginki, üzümüzün amanetleri. İkinciden bu amanet ada kılışka hüküm kandikin Allah Teala bizden buyurgan ikinci bir narsa. Her kanda halk oturusida hüküm kılsan
adalet bilen hüküm kılgan. Bu yerda amanetten ilim ala yuqur deyilgendek din amaneti, ilim amaneti, bu hakikat amaneti, nurgulluğun amanetlerine öz içine alır iken, şu amanetin bolup mu, şu din amaneti, bizden yuqur deyilgendek ibadetler amanet insanlığı yok olganken, kalan amanetler zaya oluşup başlaydı iken, yani Allah Azze ve Celle Sure Enfal'da وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ amanetlerine hıyanat kılmanlar. Yani şunun başka Allah Teala'nın böyle Sure Bakar'da فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ amanet koyulgan adam özünün amanetini çokum ada kılsın. Buyruk şekilde Allah Teala aytganken de. Yani Sure'nin 38. ayetinde Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ amanet hıyanat kıldığan bunda harkanda haillan Allah Teala yaxşı görmeydi degen eken. Endi şu amanet endi yuqur deyilgendek Allah'ın ki hakkı bu amanetlerini düşünecek adamı düşünerimiz. Endi bulup şu insanların uzara bulatkan amanetler. Nurgulluğun adamı mesela iktisadi amanet, söz amaneti, ilim amaneti, ilmala ilmin hakkını beğenmesi bu amanet hıyanat kılgan oldu. Hakimler halk onun işence kılıp onun amanet özününki bütün baxt saadetine amanet koydu, hak hukukunun amanet koydu. O cahil ada kılmayı bugün günde küravatımız Mısır, Suriye, bu Arap devletleri hatta bütün Orta Asya Cumhuriyetleri değil mi? Nurulluğun devletlerde mana rehberler amanet, hıyanat kılış. Şunun olan halkların hemisi hazır hakimiyetlerden köpünü şikayet kılıvatkan, kürep duruvatımız zulüm çıkıvatkan. Çünkü bu vakti bir tepsilerek toxtalgan olsak. Bu amanet desek hakikaten insanla öz arada falan insan işencelik, amanetler, amanet hıyanat kılmaydı dep hatta bu İslam bilen münasebeti bolmagan takdirde mi insanların oturdaki bir işencisizlik meselesine ait mühim mesele. Hatta tarihten beri mu, hatta Peygamber Aleyhisselam'a bu vahiy düşüşten, Peygamber buluştan burun mu, Peygamber Aleyhisselam kişiliğini tartıp işencelik, Muhammed'in emin dep tunulgan. Hatta mühim meşhur bir kıssa var. Bu şu Hacer-i Esved'ne nimede koyuş vaktidir mu? Kabe'nin öz cayı koyuş vaktida. Şunda kabileler ihtilaflaşıp edip kim koyuş ne? Hem her kabile biz koyumuz dep. Onda olsa bu şu Kabe'nin darvasından tünce katim kirgen adam bunu koysun degen. Şu vakitte Subhanallah Allah'ın iradesi olan Peygamber Aleyhisselam şu vahiy gidişten burun yaş vaktida Mescid-i Haram'ın darvasından tünce katim kirgen kişi şu olurken Peygamber Aleyhisselam'da köygen Mekke'nin müşrikleri Kureyş'le hemmisi çok da Muhammed'in emin geldi bu işencelik bu amanet hıyanat kılmaydı muşu koyusu buldu dep şu Hacer-i Esved'ni öz cayı koyuşka Peygamber Aleyhisselam'ni şu vakti tayinligen. Ama Peygamber Aleyhisselam bu işencelik degen bu sıfat bilen bu halkının şerifine nail bulup bu Hacer-i Esved'ni şu cayı koyuşka nail bolgan ama Peygamber Aleyhisselam yana şu Mekke'deki şu zamandaki insanların tabiiti, ihtilafı, kabileler özara birbirinden tirkişidiğen ahvallarını nazar tutup onda olsa bu taşını bir rak koyuna her hemen etraftaki kabileler adamları rakının bir uçun tutsun dep tutkuzup koygan. Şunu olan bu Mekke'deki Kureyş ehli ve Mekke'nin kabileleri oturdu. Bütün ihtilaf tügep koyganlar. Bu şu hem de Peygamber Aleyhisselam'ın eminliği. Yani demek bu emanet meselesi bu insanlığa da tarihten beri bu bir yaxşı ahlak, yaxşı süsbet qatar bu kelgen. Endi hazır zamanımız qaraydigan bolsak, bu emanet meselesi de nəhayət köp bir naqslık ve hata işler köp buluvatı dendi. Hususen bu bizim kültürümüzde siz başta ötkendek ta devlet mesulları hakimlerden tartıp en adli adamlargacha amaneti yo'qolgan, haq ishonchi qilib olmaydigan, birisi ishonchi qilib ya ama pul amonat qo'ya olmaydigan yoki bir muomala qilolmaydigan ishonchini yo'qotgan. Shunday bir ahvol umumlashayotgan bir vaziyatda. Sahih hadisda Peygamber Aleyhisselam'nki mening ummatim ichida ko'tarilib ketgan narsaning avvali hayo bilan amonat deganda amaliyot qiladigan bo'lsak bugungi kunda hayo gap ochmoq qiyin bo'lib qoldi. Şuna emanet endi. Hem yadiki naqchilik bu zulüm ikisbeslikning ki beşinadi dese,
Şu amanetdarlık yo'qolganlikdan bo'lgan ekan. Albatta shu amonat yo'qoldimi? U vaqtida bir millatda amonat yo'qolsa yoki millatning mas'ullarida yurtning kattalarida amonat yo'qolsa, u millat yo'qoladi, unda davlat yo'qoladi. Hatto bir normal turmushida hamda. Bu amonat masalasi xususan hozir insonlarning o'ngida faqatlam shu tijorat sohasi, alg'uvalik soha va mushuningda markazlashib qolgandi insonning o'ngida. Hakikaten bu en muhim mesele. Yani insan mayli ticaret qilsin, o başka işlerini qilsin, kishilarga muomalada şu haqiqiy ishonchlik, boshqalarning ishonchisiga utanmagan, amonatlar bo'lmagan inson tijoratida g'alaba qilolmaydi. O'zining normal kishilik turmushida g'alaba qilolmaydi. Ko'p kishilar bu ishonchsiz odam deb muomala qilmaydi. Shunday bo'lgan sababdan o ishonchini yo'qotgan odamning har qanday ishi g'alaba qilolmaydi. Hatta bu İslam'da emas. Hatta kafirledi mi dinsiz. Bizde kadar ki Xitaylar bilan birga yashashga majbur bo'lgan ekan bizning millat mi? Hatta shu qo'lida tijorat qilayotgan Xitoyda o dinsiz, kafir, unda ne insoniyat, ne axloq hech narsa yo'q. Ammo o'zining shu bir kishilik savdosi, tijaratining g'alaba qilish uchun shu Xitoylarda amonatni, ishonchini birinchi o'ringa qo'yadigan, xalqni xiyonat qilmaydigan, qara qo'ymaydigan shunday ishlarni qiladiganlari g'alaba qiladi ekan. Ammo alqadaki mal alaman deb haq pul versa, buning o'rniga alqadaki qalaymagan, yolg'on mollarni sab qo'ygan, jamallarni sab qo'ygan, oz bergan shunday qo'yganlar shuni uchib ketadigan, tugab ketadigan ekan. Şu sebepten bu İslam'da bu amanatның en muhim bo'lganligi, şuna siz başlagendek şu amanet öz egiske topshirilmasa, qiyomatni kutganning ma'nosi bu dunyo vayron bo'lib tamamen tugatilgan gap. Şu sebepten bu amanatdarlik İslam'da muhim mesele. Şu sebepten insanlar, xususan bu odatda bazı insanlar bu ancha parvo qilmaydigan, diqqat qilmaydigan masalalar. Elqadak birisinin mende amanatı olsa, onu elqadak ben işletip edip onu başka yerine. Vakti kelgende talep qilganda bag'imlamay, qechib bilib, bu shunday qiladigan ishlar bizning Uyg'ur jamoatchiligida nihoyatda ko'p bo'layotgan masalalar. Hatto ba'zi muomala qilganda bu insonlar elqadak haqninkini bo'lsa elib bilib, hatto qarzi bo'lsa pulusi batırıp, imkoniyati batırıp, shuni vaqtida bermay kechiktirib qilgan ishlarimizni mushu amonatga xiyonat qiladi. Hukumatlarning bir so'zi bor ekan, al amonat miftahur rizq. Shunday. Bu amonat degan rizqninki ochqichi. Amaliyotda yuqorida keltirgan misollar buni yana ta'kidlaydi. Amonatlar bo'lgandan keyin hamma odam shunga ishonadi. Hamma odamning sig'inadiganini shu amonatlar bir odam. Buni Qur'oni Karimda masalan Musa aleyhissalatu vesselam Firavunning kelimasidan qochib borganda tunji bo'lib Shoyb alayhissalomning qizlarga yo'lda uchrashdi. Qizlar bir yerda suvni qo'ydirini sog'amay bir chetga qo'ydirini qilib turgandan keyin Musa alayhissalom kelib so'rgandan keyin biz yashangan odam bizdan boshqa o'g'il yo'q uyda. Biz sug'urimiz, biz bu axalaba quduqdan boshqa bormaymiz. Ular sug'urib ketgandan keyin biz sug'urimiz degandan keyin Musa aleyhissalatu vesselam u yerda onun yardım qilib sug'urib bergandan keyin o qizlar uyga berib ata biz nayte emin qaviy bir odamni qaviy degandan ayat savol tartibchilik Musa alayhissalomningki kuchligini ko'ydi o qizlar. Anadagi Musa alayhissalomning axloq uningdek bo'lgan aminlikni ko'ydiki bu shunda bir ijara oldigan uyimizda ishlaydigan odamga eng yaxshisi shunda kuchlik amonatdor odam bo'lish kerak. Bu biz laqishigitda mush amonatni ko'ydik deb borgandan keyin Musa aleyhisselam uyga taklif qilib, axir u yerda o'zining qizini berib, ya'ni Musa aleyhisselamning baxt yo'limish yani boshlangan amonatdan. Shuning o'xshab Yusuf aleyhisselamning Alloh taolo Qur'oni Karimda amin bo'lganlikdan o nimaninki Misrninki iqtisodiga bo'lib ambasiga shu ajoyiblik bo'layotgan nimasida uningga mas'ul qilgan sen amin odam deb. Yani bu misal etkileşip Kur'an-ı Kerim'in kulluğuna ayet. Hatta Cibril Aleyhisselatü Vesselam'la emin de sübhet degen ayetli var. Şunun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bu emin degen sübhet, yani bu amanetler buluş, kişilerin amanetini cayıqı tekkiziş degen yukarısı bizni yaratkan igimiz Allah'a yaxşı koruduğun,
İnsanlar pirişte yaxşı ko'radigan, hatta dinsiz adamlarni yaxşı ko'radigan bir adet. Şuna nimede seleflerin bir sözü varken, 3 iş fajir, fasık, yaxşı adam hammasiga berilgan, hatta ada qiladigan ishni 3 türlü iş var. Biri silerhem. Silerhem qilishda bizning o silerhem qilish degich tuqqanimiz fasık bolsun, takva bolsun, fajir bolsun, biz onunla silerhemni chuqur qilishimiz kerak. İkincisi bu amanet. Bizge amanet koygan adam, meyli o takva adam bolsun, meyli o lakva adam bolsun, onun çok amaneti berildi, cayık tekizildi degan. Üçüncüsü ahdi. Bir adamımız va'dalashgan olsa, bu va'dani biz gerçi lakva bir adamga, diyanetini söz atlamaydigan bir adamga bo'lgan bo'lsa, buni cho'qin o'z ahliga topshirish tegishli deb ilmlar ta'kidlagan hukmlar. Amaliyotda ham kim amanetler bo'ladi ekan, o'ziga qiladi. Foydasini o'zi ko'radi. Kim amanatga xiyonat qiladi ekan, oxiratga bo'lgan azobini tasavvur qilib bo'lmaydi. Butun bu xiyonat deganning bir og'ir jazosi. Bu dunyoligini yo'qtadi ekan endi. Tamam. Endi Peygamber sallallahu bir meşhur hadisi var. Sana birisi amanet koysa amanetini joyiga topshirgin, amanet xiyonat qilma. Ama sana bir adam xiyonat qilsa, onun qarshisiga sen xiyonat qilma deydi. Anda bo'lgan ekan, biz boshqalarning nima ish qilishi bilan ishimiz yo'q. Har bir inson o'zidan mas'ul, o'zi boshqalarning amonati bo'lsa, ona xiyonat qilmaslik lozim. Ishi amonatdor bo'lish kerak. Ama boshqalar bizga xiyonat qilsa-mu, menga qarshi taraf xiyonat qildi-ku, men nima qilaman deb u xiyonatni qilmaslik kerak. Hem bu meselede hakikaten bu amanet meselesine ait pek mürekkep. Yalnız bu pul muamele emas. Asıl baş degandek, şunda istilmesini iste, başkalarının hakkını tecavüz kıladigan, bu şu amanetke xiyonat qilgan buludu ve başka insanların sırlarını hiç bir edemedi. Bana mening ishonchli adamim, yaqin adamim deb o'zining bir sirlarini, ba'zi gaplarini desa, xususan haliqidek bu bir adamga sir qanday bo'ladi desa, birisi menga kelib va ikki tarafga qarab o'tib bir gapni qilsa, u tamamen sir bo'ladi endi. Mushu sir menga qo'yilgan amonat. Mush amonatni men boshqalarga aytib, falonning ishi o'kan, pustaning ishi o'kan deb, u odam boshqalar o'qishni xohlamaydigan so'zlarni men boshqalar qilishining o'zi amonatga xiyonat qildi. Bu bir so'zlarda bizning mayli umumiy musulmonlarning şerifi olsun, umumi xalqning şerifi olsun, insanların şahsi şerefleri olsun, bularni tushiradigan, insanning aybini ochadigan ishlarning hammasi shu amonatga xiyonat qildi. Bu masalada bizning xalqimiz buni yaxshi tushunish lozim. Endi Aşağı başı degandek bu bir millatdan amonat ko'tarilib ketdi deganning ma'nosi bu millat xiyonatkor millat degan hukmda emas, bu millatning iymoni ozlashib ketdi, bu dini sustlashib ketdi, bu dindan yiroqlashib ketdi degan bo'ladi endi. Har qanday bir insonning diniy jihatdan uning iymoni kuchli bo'lsa, taqvodor bo'lsa, amonatga hech qachon xiyonat qilmaydi endi. Şu sebepten bu amonatga xiyonat qilish bir tarafdan insonlar bilan bo'lsa, yana bir tarafdan Alloh bergan, mushu bizga bergan ne'matlarning hammani saqlash, Allah bergan ne'matlarni o'zini saqlash bu amonatga amonatdor bo'lganlik bo'ladi. Masalan, bu ne'matlarni ko'p sanash mumkin. Hatta bizga bu Allohdan bergan boylik amonat, ne'mat amonat, mush jismoniy sog'lig'imiz amonat, bilgimiz, qo'llarimiz, ko'zlarimiz, aqllarimiz hammamiz bizga amonat. Endi Alloh mush ko'zning amonati, burunning amonati, quloqning amonati, qo'lning amonati, putning amonati, bularni hammani o'z loyiqida ishlatgan bo'lsak, biz bu amonatga xiyonat qilmagan bo'lamiz, vafodor bo'lgan bo'lamiz. Agar uni yomon yo'llarga ishlatib, harom ishlarga ishlatib, shunday haliqidagi musulmonlarning sharifini to'kadigan, musulmonlarning ziddiga mangadigan bir musulmon jamoatni musulmon bo'lmagan dinsiz yoki zolim hokimiyatga chiqib, ya ularni yomon ko'rsatib, musulmonlarning ziddiga, kofirlarning manfaatiga ilingan her bir qadam, sözlengen her bir kelime hammasi mushu amonatga xiyonat qilganlik bo'ladi. Shu sababdan bu amonat meselesi naytibek xatarlik,
muhim mesele. Doğru, bu amanet yukarı dilgendikidek yukarısı Allah'ınki, bendilerninki işte o amanet. Bunun bir adam Allah'ın tunumide en çok hain oldu. Allah'ın hakkı namaz okumadı, ruh tutmadı, zekat vermedi, İslam'ın şeriat belgelerine boyunca manmadı. Bu amanet hayat kılan oldu. Allah Teala bizim ruhumuzda el-misakta hemimizden kaydını elip elestu bi rabbikum Rabbim mesela o Rabbimiz sen çıkın bizim perverdigarımız da biz Allah'a vaad verdik. Dünyaya çıkıp biz onun hıyanet kılıp Allah'a inkar kılsak ya İslam Muhammed İslam'ı inkar kılsa bir şahıs ya ki onun prensiplerinin için manmasa bu çok amanet hıyanet kılgan oldu. Yani şu yok olgandan keyin bu çok amanet kılgan adamda kalan amanetle tedrici gididiken iman bulmagandan keyin kişilerin üstü koyulgan amanetle bir adam kelgen söz amanet olsun, iktisadi amanet olsun, başka amanetle yakınması insanın ki muhimde nefsi, şehvani amanetle hemmisi yok oluşka başlaydıken endi köysek qaraydigan bolsak cemiyette bu bir şahs bolsun, cemiyet bolsun, hazırki etrafımızda nurgulluğan devlet rehberleri olsun, bu amanet sılqarılıp işler nayet bakın köp. Bunun bize kıyametin alametlerinin yaklaşıyotqanlığını bilimiz. Endi bu her bir qarindosh mu'min musulmondan ki taqvo bo'ladi ekan, men mu'min musulmon bo'lib yashayman deydi ekan. Bu amonatni cho'qim joyida ado qilishga tirish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmad rivoyat qilgan bir hadisda la imani liman la amanata lah. Amanat bo'lmagan odamda amanatdorlik bo'lmasa, o odam imom bo'lmaydi degan ekanda. Bu endi qancha biz şun bir adam degan ket, bir öz salaf alimning birisi, sen namozini o'qiysiz, o başka İslam'ın amellerini kılsa amanet ado qilmaysa hammasi bekor. Endi amanet degan bir cho'ng narsa ekan. Shu amanatga rioya qilmay turib, sen namoz o'qidim, men bir ro'za tutdim bu deganing o'zingni va Rabbingni aldiganlik qiladi. Allah aldanmaydi. Yani kelib endi bu mu'min bilan munofiqning o'rtasidagi farqni, ya'ni shu Payg'ambarning mashhur hadisi var. Mesela ayatul munafiqi thalath. İza haddasa kadib ve iza va'ada akhlaf ve iza tumina khan degan ayet hadis var. Yani bunun manası munafiqning belgisi 3. Sözlese yalgan sözleydi. Va'da qilsa xiloflik qiladi, vafo qilmaydi. Amonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Endi bu munofiqning belgisi 3 desa, bunun birisi şu endi. Yani mayli rost gap qilsin, va'dasiga vafo qilsin, ammo amonat xiyonat qilgan bo'lsa, şu hammasi rost gap qilganligi, va'daga vafo qilganligi hammani supurib tashlaydi. Yani şu munofiq bo'lgan. Yani bir insan bizi munofiq deb bu Uyg'urning o'tirida ko'p tarqalgan bir gap. Yani munofiqni insonlar tushunchada faqatla shunday bir zalim hokimiyatga, mustabid, mustamlika hokimiyatga xizmat qilgan munofiq başqadan hammasi aq pokiza, aqbalxon degan bo'lmaydi. Shunday amonatga xiyonat qilgan odammi xuddi shu o'zining xalqini zalim hokimiyatga chaqqan munofiqlar o'xshash munofiq bo'lib demoqchi endi. Shu sababdan bu amonat masalasi intayin bir xatarlik muhim masala. Yani bundan aytib ko'p so'zlasak, qancha doirani kengaytsak yana az keladigan masalalar nimalar bo'lsin, bu haqiqiy bir mu'min musulmon bu amonatga xiyonat qiladigan ishni qat'iy qilmasligi va amonatning naqadar muhimligi, insonning mayli normal bir ijtimoiy hayotida bo'lsin, iqtisodiy hayotida bo'lsin, siyosiy hayotida bo'lsin, bu amonat ishonchi masala bek muhim masala. Shuning uchun bu qarta bizning xalqimiz nayt bek qattiq sezgir bo'lishi va hech qachon bu amonatga xiyonat qiladigan bir munofiqning belgisini o'ziga belgi qilib elib olmasligi lozim, o masaladan birisi. To'g'ri, bu amonatning muhimligi biz qanchani so'zlasak, bu vaqtda nurg'ulg'an ulmolarning, salaf solihlarning so'zlari bor ekan, endi ko'rarmanlarimizni malol qilmaslik uchun barnomamizni bu yerda oxirlashtirsak, agar yana bir mulohaza bo'lsa 5 minut bo'lmaganda barnomamizni
Endi şu amanet meselesi endi. Mayli bu insanlar ticaretçisi olsa ticaretide, siyasetçisi olsa siyasetide hamma adam o'zining bir kishilik şu amanatdorlik mas'uliyatini tanımasa her qanday jamiyat vayron bo'ladi. Endi hakikaten biz tarixdan beri biz Uyg'ur cemaatimi shunday bir tarafdan o'zimizning nayt ko'p xatoliklarimiz, shunday vafadorsizlik, yolg'on so'zlaydigan, maat xiyonat qilmaydigan, va'da vafo qilmaydigan ishlar bizning jamaatimizda keng tarqalgan masala. Yani biz haqiqiy turda birinchidan Allohga bo'lgan bir qulchiligimizni ado qilish, ikkinchidan bir normal jamiyatda bir inson sifatida xalq o'tirda himoyasiga erishadigan, xalqning hurmatiga erishishni xohlaydigan bo'lsak, biz shu ishonch masalasini yo'qotib qo'ymasligimiz ham bir xatarlik masala. Bir odam az bir sabablar bilan jamoatning ishonchisidan qolib qoldimi, u hech qachon o'zini o'shanmaydi endi. Undan keyin men xatolashibdimi, bundan keyin bu ishni qilmayman deb qancha qilib baqsimi, bu jamoatning ichida faloni bu ishonchsiz odam, bu omonat xiyonat qiladi, yoki omonat qo'ysang uni yeb ketadi, ya bir narsa o'tib qolsa bag'ilmaydi deydigan bir yomon xiyonat qildi, ya millat xiyonat qiladi, ya munofiq bu, ya jasus degandek bir atalg'u qilib qilish uchun bu narsani saqlanish lozim. Şu bunu saqlanish uchun inson eng oddiy bo'lgan shubhalik ishlardan yiroq bo'lish lozim. Agar biz shunday shubhalik ishlardan yiroq bo'lmasak, az bir ishlar bilan biz hayotimizni oxirigacha nobud qiladigan, shunday bir peshonimizga qora siziq belgi qo'yilib qoladigan ishlardan saqlanish lozim. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Qimmatli vaqtingizni berganingizga rahmat. Yana qayta ko'rish umidi bilan har biringlarni Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.